Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi. Ya'ni pensiyalar oshirilganda kimning puli qancha ko'payadi? Kimning pensiyasi darhol oshadi? Kimniki esa kutilganidek oshmasligi mumkin. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan otaxon onaxonlarga emas, ularning farzandlariga ham tegishli. Chunki ko'p oilalarda pensiya uy ro'zg'orining asosiy daromadi bo'lib turibdi. Bugungi ma'lumotni diqqat bilan eshiting. Chunki pensiya oshdi degan xabar chiqqanda hamma bir xil miqdorda ko'p pul oladi degani emas. Ayrimlarga indeksatsiya to'liq ta'sir qiladi. Ayrimlarda qo'shimcha to'lov, ustama, kompensatsiya yoki minimal miqdor sababli hisob boshqacha chiqadi. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, chunki men bunday mavzularni oddiy tilda raqamlar bilan tushuntirib beraman. Avval pensiya oshirilishi haqida xabar eshitilganda ko'pchilik bitta narsani kutadi. Demak, mening pensiyam ham falon foizga oshadi. Masalan, kimdir 1 million so'm pensiya olayotgan bo'lsa, ammo foiz indeksatsiya bo'ldi degan xabarni eshitib, endi 1 million 1 ming so'm olaman deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda hamisha bunday bo'lavermaydi. Nega? Chunki pensiya to'lovi bir nechta qismlardan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya bor. Minimal pensiya miqdori bor. Ayrim toifalarga ustamalar bor. Nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, mehnat staji, yoshga doir pensiya, ijtimoiy nafaqa kompensatsiya. Alohida xizmatlari uchun qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya oshdi deganda eng avvalo savol berish kerak. Aynan qaysi turdagi to'lov oshdi? Qaysi sanadan boshlab oshdi? Qaysi miqdorga nisbatan hisoblandi? Oldin qanday edi? Odatda pensiyalar ma'lum davrlarda inflyatsiya, narx-navoning oshishi, minimal iste'mol xarajatlari, ish haqi va budjet imkoniyatlariga qarab qayta ko'rib chiqilar edi. Ya'ni davlat pensiya oluvchilarning daromadi narxlar o'rtadan butunlay o'rta qolib ketmasligi uchun indeksatsiya qiladi. Chunki bozorda non yo'q, dori-darmon, kommunal xizmatlar, transport, kiyim-kechak narxlari oshsa, pensionerning oldingi pensiyasi bilan yashash qiyinlashadi. Hozir nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, pensiya oshirilishi hamma uchun bir xil ko'rinadigan sarlavha bilan chiqsa ham, hisob-kitob har bir odamning pensiya turga tayinlangan summasiga va qo'shimcha to'lovlarga qarab alohida amalga oshiriladi. Men bugun aynan shu farqlarni oddiy qilib tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, kim esa pensiyasi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi ehtimoli sababli tekshirtirishi shart. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar haqida gaplashamiz. Bu eng katta toifa. Odam ma'lum yoshga yetgan, talab qilingan mehnat staji ega bo'lgan va unga pensiya tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya odatda uning tayinlangan pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Lekin bu yerda bitta muhim nuqta bor. Agar odamning pensiyasi minimal pensiya miqdoriga yetkazib berilayotgan bo'lsa, oshish boshqa ko'rinishi mumkin. Masalan, birinchi misol. Otaxon o'tim yil ishlagan. Lekin ish haqi past bo'lgan yoki hujjatlarda ayrim yillar bo'yicha ma'lumotlar to'liq bo'lmagan. U 9 ming so'm atrofida pensiya oladi deylik. Davlat minimal pensiya miqdorini oshirsa, otaxonning pensiyasi ham minimal miqdordan kam bo'lmasligi uchun ko'tariladi. Bu holatda u mening pensiyam falon foizga oshdi deb emas, mening pensiyam yangi belgilangan eng kam darajaga yetkazildi deb tushunishi kerak. Ikkinchi misol. Onog'on 38 yil ishlagan, ish haqi yaxshi bo'lgan, pensiyasi 2 million 400 ming so'm. Agar indeksatsiya umum foiz bo'lsa, uning asosiy pensiyasi taxminan 2 ming so'mga ko'payishi mumkin. Ya'ni yangi miqdor 2 million 640 ming so'm atrofida bo'ladi. Lekin agar uning pensiyasida alohida ustama yoki kompensatsiya bo'lsa, yakuniy qo'lga oladigan pulda farq biroz boshqacha chiqishi mumkin. Shuning uchun faqat plastik kartaga tushgan yakuniy summaga qarab xulosa qilish to'g'ri emas. Pensiya hisob varaqasini ko'rish kerak. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham indeksatsiya muhim. Nogironlik pensiyasi mehnat staji, nogironlik guruhi va boshqa mezonlarga bog'liq bo'ladi. Ayrim nogironligi bo'lgan shaxslar pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Bu ikki tushuncha bir xil emas. Pensiya odatda mehnat faoliyati, sug'urta badallari, staj va boshqa hisob-kitoblarga bog'liq. Nafaqa esa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash shakli bo'lib, uning oshirilishi alohida tartibda bo'lishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan fuqaro 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa va indeksatsiya pensiyalarga qo'llansa, uning pensiyasi ham belgilangan tartibda oshiriladi. Lekin agar u pensiya emas, nafaqa olayotgan bo'lsa,
Nafaqalar ham oshirilganmi yoki yo'qmi? Aynan qaror matnida ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Shu sababli men har doim aytaman, men pensiya olaman degan gap bilan cheklanib qolmang. Hujjatingizda to'lov turi qanday yozilganini aniqlang. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu holatda pensiya marhum o'quvchining mehnat staji, ish haqi va qonuniy merosxo'r yoki boqimanda shaxslar soniga qarab tayinlanadi. Agar oilada 2 nafar farzand o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, indeksatsiya har biriga yoki umumiy tayinlangan summaga qanday qo'llanishi hisob-kitob tartibiga bog'liq. Bu joyda odamlar ko'p adashadi. Qo'shnimniki oshibdi, menikiga kam tushibdi deyishadi. Lekin qo'shnida bitta oluvchi, sizda esa 3 ta oluvchi bo'lishi yoki marhumning ish haqi bazasi boshqacha bo'lishi mumkin. 5-muhim masala ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar so'raydi. Men pensiyadaman, lekin ishlayapman. Menga ham indeksatsiya bo'ladimi? Odatda pensiya tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya ishlayotgan yoki ishlamayotganiga qarab butunlay bekor qilinmaydi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, qayta hisoblash yoki ish staji qo'shilishi bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsa, keyinchalik qo'shimcha staj hisobga olinishi mumkinmi? Qachon murojaat qilish kerak? Qaysi hujjat kerak? Bularni alohida tekshirtirish zarur. Endi real hayotdagi vaziyatni olaylik. Bir otaxon 2020 yilda pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlangandan keyin ham 3 yil ishlagan. U o'ylaydi, men ishladim. Demak, pensiyam avtomatik katta bo'lishi kerak. Lekin har doim ham avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hollarda pensiyani qayta hisoblash uchun ariza berish, ish staji va ish haqi haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilish kerak bo'ladi. Agar ariza berilmasa, odam bir necha oy yoki yil davomida olish mumkin bo'lgan qo'shimcha summadan bexabar qolishi mumkin. Men birinchi navbatda quyidagi odamlarga pensiyasini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Birinchisi, pensiyasi juda past bo'lganlar. Agar siz ko'p yil ishlagan bo'lsangiz, lekin juda kam pensiya olayotgan bo'lsangiz, sababi hujjatlarda bo'lishi mumkin. Ish stajingiz to'liq kiritilmagan, ayrim yillar tasdiqlanmagan, arxivdan ma'lumot olinmagan, ish haqi haqida ma'lumot topilmagan yoki noto'g'ri davr hisobga olingan bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchisi, sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish tashkilotlari, mavsumiy ishlar, paxta terimi, chorvachilik, tibbiyot, ta'lim yoki davlat tashkilotlarida uzoq ishlaganlar. Bu sohalarda eski hujjatlar arxivda bo'lishi mumkin. Odamning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin pensiya tayinlashda ish haqi ma'lumotlari yetishmagan bo'lsa, pensiya past chiqadi. Keyinchalik arxivdan ma'lumot topilsa, qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Uchinchisi, o'quvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda har bir farzandning yoshi, o'qishi, nogironligi, qaramlik holi ahamiyatli. Agar bola kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin hujjat vaqtida yangilanmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi ehtimoli bor. Shuning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma, pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi hujjat. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar tartibli saqlanishi kerak. 4-si, nogironlik guruhi o'zgarganlar. Masalan, fuqaro avval 3 guruh nogironlik bilan to'lov olgan, keyin holati og'irlashib 2 guruhga o'tgan. Bunday vaziyatda to'lov miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi pensiya bo'limiga yetib bormasa yoki odam o'zi murojaat qilmasa, o'zgarish kechikishi mumkin. Shuning uchun hammasi avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz oxirgi oshirishdan keyin belgilangan sanadan boshlab ko'paygan bo'lsa, kartangizga tushgan summa avvalgisidan yuqori bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda yoki pensiya bo'limida hisob-kitob to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir yilga kamida bir marta pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirib turish foydali. Chunki pensiya bir marta tayinlanib, umrbod unutib yuboriladigan oddiy to'lov emas. Hayotiy holatlar, qo'shimcha hujjatlar. Stajni tasdiqlash, ustama huquqi paydo bo'lishi mumkin. Eng birinchi nozik jihat, pensiya oshishi sanasi bilan pul tushgan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, qaror bir sanadan kuchga kiradi. Lekin to'lov sizga oyning 10 kuni yoki 2 kuni tushadi. Ba'zan qayta hisob-kitob sababli farq keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin. Shu sababli birinchi oyda kamroq tushsa darhol vahima qilish shart emas. Lekin albatta aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, foiz hamma summaga qo'llanmasligi mumkin.
Ayrim odamlar umumiy qo'lga oladigan summasini olib, shunga foiz qo'shib hisoblaydi. Masalan, men 20 million 500 ming olardim. Yo'l foiz oshsa 1 million 60 ming bo'lishi kerak deydi. Lekin uning 1 million 5 ming so'mi ichida asosiy pensiya, kompensatsiya, ustama yoki boshqa to'lovlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya aynan qaysi qismga tegishli bo'lsa, o'sha qism oshadi. Shuning uchun yakuniy o'sish siz kutgan 1,2 ming emas, masalan, 1,2 ming yoki 1,7 ming bo'lib chiqishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, eng kam miqdor o'sishi bilan yuqori pensiyalar bir xil oshmaydi. Minimal pensiya oshirilsa, asosan past pensiya oluvchilarga ta'siri kuchliroq bo'ladi. Yuqori pensiya oluvchida esa indeksatsiya umumiy foizga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu yerda qarilarni bo'lishdi degan gaplar ko'p chiqadi. Aslida farq toifalar va hisoblash bazasi turlicha bo'lgani uchun paydo bo'ladi. Lekin fuqaroda shubha bo'lsa, tekshirtirishga to'liq haqli. To'rtinchi nozik jihat, hujjatlardagi bitta xato pensiyani yillar davomida kamaytirib qo'yishi mumkin. Masalan, familiya eski pasportda boshqacha yozilgan. Mehnat daftarchasida bitta harf farq qiladi. Korxona nomi o'zgargan, muhr aniq ko'rinmaydi. Ishga kirgan va chiqqan sanalar orasida bo'shliq bor. Pensiya hisoblovchi organ bunday hujjatni to'liq qabul qilmasligi yoki qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar fuqaro mayli, shunday qolaversin desa, natijada staj kamayadi, pensiya past chiqadi. 5-nozik jihat. Arxiv ma'lumotlari. Ko'p odamlar eski ish joyi yopilib ketgan bo'lsa, endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Korxona tugatilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari tuman, viloyat yoki idoraviy arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Albatta, har doim ham topiladi deb kafolat berib bo'lmaydi. Lekin izlash kerak. Chunki ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshiradi. 6-nozik jihat. Nafaqa bilan pensiyani adashtirish. Ijtimoiy nafaqa olayotgan odam nega mening pensiyam boshqalarnikidek oshmadi deb so'raydi. Sababi u pensiya emas, nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Nafaqaning oshirilishi alohida ko'rsatiladi. Shuning uchun har bir fuqaro to'lov turini aniq bilishi kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir nafaqa, nogironlik nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy to'lov. 7-nozik jihat. Bank kartasiga tushgan summa bo'yicha adashish. Ba'zan pensionerning kartasidan kredit, aliment, qarzdorlik, ijro hujjati, bank xizmati yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Shunda odam pensiyam oshmabdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya oshgan, lekin qo'lga olgan pul ushlab qolish sabab kamaygan bo'ladi. Bunday holatda bankdan ko'chirma olish, pensiya bo'limidan tayinlangan summa haqida ma'lumot olish kerak. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oyda kartangizga tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Qaysi oyda qancha tushgan, o'shish qachondan boshlangan, farq qancha, buni qog'ozga aniq yozing. Faqat eslab taxmin qilmang. Bank ilovasidan ko'chirma oling yoki bankka borib ma'lumot so'rang. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlar orqali ko'rish imkoni bo'lsa, shaxsiy kabinetingizdan ham foydalaning. Siz quyidagi savollarga javob olishingiz kerak: pensiya turi qaysi? Asosiy pensiya miqdori qancha? Ustamalar bormi? Indeksatsiyadan keyingi summa qancha? Qayta hisoblash qaysi sanadan qilingan? 3-qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Transport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa o'sha, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjatlari bo'lsa ular, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, ayrim hollarda nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha vafot etganlik guvohnomasi va qarindoshlik hujjatlari. 4-qadam, agar pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada quyidagilarni ko'rsating. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, indeksatsiya to'g'ri qo'llangan, qo'llanmaganini aniqlab berishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinganini yozma ravishda tushuntirishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshirasiz. Ikkinchi nusxaga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 5-qadam. Agar arxiv kerak bo'lsa, qaysi tashkilotda, qaysi yillarda ishlaganingizni aniq yozing. Masalan, 1995 yildan 1992 yilgacha falon tumandagi falon korxonada ishlaganman deb ko'rsating. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomi va yangi nomini ham yozing.
Qancha aniq yozsangiz, arxivdan topish shuncha oson bo'ladi. 6-qadam javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Davlat organlari murojaatlarga belgilangan muddatlarda javob berishi kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yozma ravishda izoh so'rang. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki qonuniy tartibda sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men odamlarga doim aytaman, huquqingizni talab qilish janjal qilish degani emas. Madaniyatli hujjat bilan yozma ravishda murojaat qilsangiz. Masala ancha tez va to'g'ri hal bo'ladi. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p otaxon, onaxonlar elektron tizimni bilmaydi, bank ilovasini ko'rmaydi, hujjat yig'ishda qiynaladi. Farzandlar pensiya ozgina oshibdi. Bo'ldida deb befarq bo'lmasligi kerak. Ota-onangizning mehnat daftarchasini ko'rib chiqing, qaysi yillar hisobga olinganini so'rang, pensiya bo'limiga birga boring. Ba'zan bitta farzandning e'tibori onasining yoki otasining pensiyasini butun umrga oshirib berishi mumkin. Yana bir amaliy maslahat. Pensiya oshirilgani haqida ijtimoiy tarmoqlardagi shov-shuvli xabarlarga qarab yakuniy xulosa qilmang. Rasmiy manbani ko'ring. Qaror yoki farmon matnida aynan qaysi to'lovlar oshirilgani, qaysi sanadan, qaysi miqdorda ekanini tekshiring. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan so'rang. Chunki ayrim kanallar ko'rishlar sonini oshirish uchun hammaning pensiyasi 2 barobar oshdi yoki faqat ayrimlarga berildi degan vahimali sarlavhalar qo'yadi. Aslida esa hisob-kitob ancha murakkabroq bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, pensiya indeksatsiyasi deganda bitta oddiy narsani eslab qo'ling. Pensiya oshgani hamma bir xil pul oladi degani emas. Kimning pensiya turganday, staji qancha, ish haqi ma'lumotlari to'liqmi, minimal miqdorga tushadimi, ustamalari bormi, nafaqa oladimi yoki pensiyami? Bularning hammasi yakuniy summaga ta'sir qiladi. Agar sizning pensiyangiz oshgan bo'lsa ham, hisob-kitobni tekshirtirish zarar qilmaydi. Agar oshmagan yoki juda kam oshgan bo'lsa, albatta sababini yozma ravishda so'rang. Hujjatlaringizni yig'ing, ariza bering, bank ko'chirmasini oling, pensiya bo'limidan tushuntirish talab qiling. Eng muhimi, men oddiy odamman, bunda bir hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylamang. Pensiya bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga beriladigan qonuniy huquqingiz. Sizda pensiya oshishi bo'yicha qanday holat bo'ldi? Qancha olayotgan edingiz? Indeksatsiyadan keyin qancha bo'ldi? Hisob to'g'ri chiqdimi yoki savollar bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu mavzuni boshqalarga ham yetib borishi uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish bo'yicha yana aniq, foydali ma'lumotlar berishda davom etaman.